Qarzi bor odam hajga borishi mumkinmi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Qarzdor odam qarz bergan kishini ruxsatsiz hajga chiqib ketsa bu makruh bo'ladi. Ya'ni qarzi bor odam o'sha qarzini uzishga harakat qilish kerak. Qarzini uzolmasa, borib qarz bergan odamdan ruxsat so'rash kerak. Ya'ni o'sha hajga chiqib ketish uchun, haj amalini bajarib kelish uchun undan ruxsat so'raydi. Agar ruxsat bersa, hech qanday muammo yo'q. Agar ruxsat bermasa-da chiqib ketsa bu makruh bo'ladi. Ya'ni o'sha savobi, hajning savobi kamayadi. Chunki u qarz bergan odam unga haqdor bo'lib qoladi. O'sha safarga chiqib ketishi bilan qaytib kelmasligi bor. Yana shunga tegishli ba'zi bir odoblarni ulamolarimiz sanaydilar. Bir odam hajga ketmoqchi bo'lsa, iloji boricha qarzlarini uzsin deydilar. O'zi ulgurmay qolsa bir vakil qo'yib ketsinki, shu u kishini qarzlarini uzsin. Undan tashqari hozirgacha oldi berdi qilgan, hamkorlik qilgan, sherikchilik qilib ish qilgan do'stlari bilan ko'rishib, halollashib, haqqi bir-biriga o'tgan bo'lsa, rozilashib olsin deydilar. Undan tashqari bir vasiyat tayyorlasinki, kimga qarz bergan, kimdan qarz olgan, o'shalarni bir yozma holatga keltirib, bir ishonchli odamga topshirib ketsinki, mabodo agar o'sha haj safarida bu dunyodan o'tadigan bo'lsa ham, uni oldi berdilarni, uni o'rniga bajarib qo'yadigan bir kishi bo'lish kerak. Uni zimmasida qolib ketmasi kerak. Demak, qarzdor odam ham qarz bergan kishidan ruxsat olib, uni roziligi bilan chiqib ketsa, haj bo'ladi, hech qanday muammo yo'q. Lekin o'sha qarz bergan odamlarning noroziligiga qaramasdan chiqib ketsa, ular rozi bo'lmasa uni safarga chiqib ketishlariga u makruh amalni qilgan bo'ladi. Albatta uni savobi kamayadi. Vallohu a'lam bis-savob.